Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, assalomu alaykum o'zbegim. Marhamat qilasizlar, bugun mana shunaqa ajoyib go'zallikni ko'rib chiqamiz. Mana shu yerdan boshlanadi, mana shu daraxtdan. Mana shu katta g'ishtli uy, endi surubdan qurilgan, g'isht bilan qoplangan. Ikkinchi qavatida xonalari bor. Mana shunaqa katta. Все, спасибо, да, все, везде же посмотрели. Mana shunaqa dеревня, mana shunaqa juda ajoyib uy, hovli. Men sizlarga iltimos Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana shu yerga bu uyni lokatsiyasini ham tashlab qo'yaman, manzilini. Va yozgi fotosuratlarni ham tashlayman-da, sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Bu hovlini mana bu qorsiz ko'rasizlar-da, yozgi faslda. Xo'sh, Pskovskая область, Пустошкин район, деревня Щукино. Mana shunaqa 70 kvadrat metrli uy. Yerni maydoni rasman 32 metr, lekin hozir orqaga o'tib ko'ramiz. 32 sotik rasman. Orqaga o'tib ko'rasizlar, 50 sotikdan kam bo'lmaydi. Mana stolba, uyda svet bor, ikkita pechka, katta dеревня, ana katta uylar, 2 qavat, 2-3 qavatli g'ishtli uylar ko'ryapman bu yerda. Bu tarafdan ham kirib keldik. Mana bu tarafdan kirib keldik, ana o'rmonni ko'rib qo'yinglar. Uylar ko'p. Ketdik bo'lmasam. Kech bo'lyapti. Qorong'i tushmasdan aylanaylik, ko'raylik, mazza qilaylik. Kanalimni qo'llab turinglar azizlarim. Yangi kirgan bo'lsalaring podpisatsiya tugmasini bosinglar-da, like ni bosib o'tirib olinglar. Mana shu chiroyli uyda, ajoyib manzarada joylashgan mana shu uyni ko'rib chiqaylik sizlar bilan. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana shu hovli. Mana bu setka emas, mana stolba chegara. Mana bu ham biz hovli bo'lar. Mana bu issiqxona, mana bu saroylar, hozir ko'ramiz. Menga yoqdi bu hovli. Tayyorda, shunday kelasizda, uyning ichida baribir porядок qilish kerak albatta. Porядок qilish kerak. Mana shunday hovli. Mana hovli. Mana hovli. Mana bu yerda o'tinxona. Mana bunda atrof. Ana tabiat, birovda iti ham bor ekan, siz ham bu yerda yashagandan keyin bitta yaxshi itni asrash kerak bo'ladi. Qani ketdik bo'lsa uyga kirib ko'raylik azizlarim. Mana shu uyning beti ko'rinishi. Uyga gap yo'q. Qani ichkariga kirib ko'raylik bo'lmasam. Bismillahirrohmanirrohim. Свет есть же внутри, да? Я вот не знаю, откручу он сейчас. Bismillahirrohmanirrohim. Металлический рубильник, я не помню. Svet yoqamiz yapti rubilnikda. Uy arzon emas, lekin bu tabiatni qaranglar. Qorni ko'rib qo'yinglar, bu yerga qorni. Mana uylarni qaranglar, 2 qavatli uylar ham bor. Juda katta dеревня, lekin maktab yo'q. Maktab yo'q, chunki bolalar kam. Mana bu koridor qismi 2,5 metrga 2,5 metr bo'lsa, o'ng tarafida mana shunaqa verandada bu ham tekis turgan. Endi tashqaridan ko'rdilaring, chiroyli uy, g'ishtli uy. Он бревенчатый, обшит кирпичом, да, так же? Ну, я так думаю, да. Xo'sh. Endi biz chap tarafga kirsak, mana shunaqa veranda. Mana shunaqa veranda. Свет yondi. Можно я на чердак загляну или закрыто там? Да, я вот не знаю. Можно, наверное. Да. И тоже света нет, да, кажется, там? Думаю, Или включим? сейчас узнаю. Не, я включил свет. Нет, там включатель есть наверху?
Я хотел узнать, где свет включается, что ли. Сам бы хотел знать, да? Где свет включается. Опа. Сам Ana. Uyga chanqob chiqisi yo'q edi. Endi sizlar deb ketdim yuqoriga qarab. Mana bunaqa ikkinchi qavatdan deylik. Рабочий qavatda. Mana shunaqa. А здесь оп. Нет, опа есть. Mana to'g'riga kirsak koridor. O'ng tomon butun boshli ikkinchi qavat ekan bu yerda. Pechkani trubasi yerga chiqqan. Деревянный пластик, он чап толонгеном. Эти вот печные трубы выходят, они, наверное, все-таки здесь чисто летние, да, помещения? Это да, чисто. Не обогреваются. И кинчхават. Я не знаю, здесь. Нет, трубы-то не обогреют это. Да, не так сильно нет, там уже чердак. Bu yağı endi aliga. Çırdak, bu yağı çırdak. В доме не 220, если что. 380. Что 300? Вольт? Да, да. 380. Elektroenergiya haqida gap. Так. Uy katta. O'zbekona. Maydoni O'zbekona. Kattaligidan. Кто-то был гармонист, 4 гармония. Ого. И никто не унаследовал. Не, забрали пару этих. Пока здесь лежат. Один, наверное, одну забрали. Можем и сыграть, да? Тут, наверное, лампочки все гамма. Biroz hidlar ham bor. Zaxlik hidi bor ekan. Biroz. Ну, тут горит. Bu kirishda katta ko'rdi. Просто лампочки. Taxminan 2,5 metrga 3 metr bo'lsa, chap tarafga kirsak, сколько печей тут? Две печи, да? Две печи. Две печи. Chap tarafdan boshlaydi. Mana kuxня. Mana kuxня. Тут Так. еще тоже 3 штуки надо скопать. Вот. Endi hamma jihozlar bilan qoladi-da. А вот с водой как? А мы пока, С водой как здесь обстоит? честно, не помню. Не, вообще. Откуда? С колодца или центральный? Тут насос вроде стоит в... Из колодца. Да. Колодец? Или скважина? Не помню. Не скважина. знаешь. Ну да, В узнаешь. общем, откуда-то из-под земли качается насос, да? Да, да. Ну и ладно. Mana shunaqa kuxня, derazlar plastik, katta derazlar. Endi eski oshxona, eski uyga ichkaridan bu yerda odamlar rosa yashagan. Remont qilish kerak. Mana katta pechka, kuxnyada mana shunaqa katta pechka. Mana bu kuxnyani bu yerda mebel eski mebel qolgan ekan, o'shalarni sразу olib chiqib tashlash kerak. Gaz plitani yuvish kerak. Mana bularni ham tozalash kerak-da. Mana bu mebel hali yaroqli. Mashinka yaxshigina. Xo'sh. Побольше даже. Да, Endi не в самом центре, совсем mana bu o'ng tarafiga, boya koridorning o'ng tarafiga kirsak, Работает. Всё очень. потолоклari balandligi Бабой, он вообще гармонист. И то 3 штуки. Да, и тут Это вообще должен быть это мания болезненная, это зависимым, да, от этого. Вот здесь yana bitta katta печка. Так любить надо, да, гармонь, чтобы вот столько штук было. Qanchadir mebel yaroqli, pollar tep-tekis, mustahkam. Xo'sh, hali koridorda turibman endi. Mana koridordagi tikka kiradigan mana bu katta xona. Mana shunaqa. Bu yerda mebeli yaxshigina ekan. Mana divan, ikkita divan. Mana bunaqa sovetskiy stenka. Ikkita deraza, ikkita kreslo. Gramlar. Так, koridorga qaytyapman. Meni mana bu zaldagi pechka. Mana bu xonadan ham mana ikkita zal bilan mana bu xonani istalgan katta pechka. Chap tarafimizdagi esa mana bu katta boya kuxnyadagi pechka. Mana bu tarafdagi 4-xonani ham isitadi mana. Bu yerda ham ozodagina bu xona ham. Mana pechka katta pechka qarang, mana bu yoqqa qaragan. Mana kuxnyada mana bu yoqqa chiqqan katta pechka. Mana yerda lejankasi bor ekan. Katta. Bu yerda mana kravat degan mayda juda mebel jihozlari bor.
Mana shunaqa uy azizlarim. Nima deydim endi? Tozalab, kosmetik remont qilib yashasa bo'ladi. Katta o'zbekona uy. Tashqarisidan chiroyligini. Ketdik bo'lsam tashqarini ko'raylik. Chiroyligini hovlida endi. Buni azizlarim Telegram kanalimga o'tasizlarda yerda yozgi manzarani qoldiraman. Yozgi fotosuratlarni tashlab qoldiraman. Ana shu yerda sizga tushunarli bo'ladi. Hozir mana qor bilan qoplangan joy. Mana bu saroylar. Mana bu saroylar mana yaxshi saroylar, qaranglar. Ko'rinib turibdi. Mana tovuqxona va hokazo. Mana bu hammom. Mana bu o'tinxona. Mana bu katta o'tinxona. O'tini ham to'la ekan. Mana bu endi mana bu qatordan birinchi saroy. Oho, tashqaridan ko'p kattaga o'xshamagandi. Bu bahaybat ekan. Mana bu qanday instrument menga aytasizlar tushunganlaring. Nima bo'lsa bu? Bu yerda o'tin bor ekan. Bilmadim, omborxona. O'zi ham bir necha 5 metrga 7 metrlar bo'lsa 30-35 metrlar ekan kattaligi. Xo'sh, ana ko'chaga to'g'rayimizdagi o'rmonni qaranglar. To'g'rayimizdagi o'rmonni qarab qo'yinglar. Go'zal o'rmon. Hozir biz mana bu eshikka kirdik. Mana bunga kirmaymiz chunki bu ichkaridan yopilgan. Mana bunisiga kirsak bu yarmini ham ko'ramiz. А вот это что у нас? Землянка, да? Погреб. Зайдем. Любим мы. Ko'ramiz azizlarim. Sayohatda biz-ku axir. Bu hozir ukalaring, akalaring sovuq demay, mana bu yarim metrli qor demay 100 kilometrda ezib kelib, mana shu chiroyli uyda sizlarga ko'rsatayin deb keldim azizlarim. А свет включим там, нет? Сейчас надо разбираться. Так. Hoppa. Mana molxona. Oho, chirdagini qaranglar balandligini. Chirdagi juda katta ekan. Mana boyagi. Mana bu tarafga. Boya mana yerdan eshikka kira olmadik-ku. Mana bu yerda anamdaqa kattagina to'g'riga kirsak bu endi molxona ekanda bu yoqqa ko'rib qo'yinglar. Bu yoq molxona. Maydoni qancha bo'lsa, pullar polibetonный, да, кажется. Pullar beton, maydoni qancha bo'lsa bu yerda bir salkam 40 metrlar bo'lsa kerak o'zi ham maydon. Mana. Ketdik tashqariga bo'lsam. Endi bu uyda tabiatda Rossiyaning go'zal tabiatida boshida aytgandim, bu atrofda до Питерской трассы сколько отсюда километров? 30, 20, меньше, больше. По-моему, 30. Вот по прямой. Не можете сказать, да? Майля, man. Не меньше, да, unda shu 30 kilometr atrofida ekan. Sankt-Peterburg Minsk trassasigacha, Pustoshka rayon markazigacha 40 kilometr. Lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Ko'ramizda keyin. Mana
o'zbek obunachilari deb zamoklarni ham sindiramiz hozir. Kerak bo'lsa. Azizlarim. Так. Это у нас гараж получается. Белый гараж. Машина остается? А зачем такая машина? Даже движка нету. Как нет? Давай. Гараж xona ekan-da bu yoq. Nima desang bor bu yerda. Mayda-chuyda. Это Волга же. Волга. Остается, нет? Надо спрашивать, да, у старшего. Думаю, что она уедет. Уедет, да? Да. Так. Раритет. А. Мы пойдемте тогда теперь еще сюда зайдем, чтобы Ага. не отвлекаться. Mana bu endi yerto'la azizlar. Bu yerto'lada boyagi sabzavot mevalarni saqlaganida bu. Mana yo'l. Тогда нет, не записывают это ничего. Mana yo'l. Mana yo'l. 15 tur. Qani yerto'lada света нет, наверное, я тогда так зайду. Ну, есть, просто осторожнее здесь. Ну мы с фонарем же. Лестница такая. Mana ventilatsiya bor ekan. Так. Zinapoya. Shundaqa zinapoya. Hoppa. Qani. Машина есть. Вот она скважина. Это отсюда какая чистая вода. Тынық су екен. Mana скважина, mana насос. Uyga mashinadan mana tikka suv chiqib boryapti ekan-da. Bo'ldi, o'zingizning suvingiz bo'ladi-da. А здесь есть влага, да, я смотрю Ну какая-то. да, видите, как здесь тепло, в отличие от этого. Но здесь как-то насос совсем справляется. То есть, ну, здесь если поднимается вода... то А не что в сильно. банке не едите? Столько оставленных. Некому есть, наверное. Ну да. Вроде Жениться надо, детей рожать, вот они будут кушать потом. Яхши, как-то вертолет. А вот с сыростью что делать вот там на земле? Забетонировать, что ли, ее? можно попробовать, конечно. Да? А как? По-другому. Yerto'larda boya ko'rdilaring, yerda biroz namlik bor ekan, uni nima qilsa bo'ladi? Namlikmi? Namlik. Zaxlik emas, namlik. Uni Пойдем дальше. здесь, да. Это что, летняя кухонька, что Летняя ли? кухня, да. Такая малюсенькая. Да больше она разделочная. Больше, да. Шашлык, мясо разделал и пошел к мангалу. Qani endi yuramiz. Teplitsa. Вот teplitsa. Buni orqasi ham hovlasidan. Hozir bu yoqdan ham ko'rsataman. Mana bu eshik garajda orqasidan kiradigan eshik. Issiqxona dedim-ku, mana bu issiqxona. А это что, коптильня какая-то, да? Там коптильни, там еще под снегом мангалы, там, ну, просто оно все под снегом. Qor tagida Все рядом. mangал, mana коптильня. Все остается же или это тоже будете собирать? Спросить. И- Александр, спросите. И так дорого просите. Так, mana bu. Вот тут территория заканчивается, вот видите крайний улей? Ага. Вот, там заканчивается вот территория. И вот это вот, все вот. Ульи, да? И там еще, как он? Скажите, пруд. Там Это- пруд. А, там есть пруд Да, там за ульями. Это на территории. все на территории, да. На территории. Пруд, большой пруд? Не маленький, там Хаус. плитка такая. Хаус бордеп. А это пасека чья? Тоже она все на территории. Это На всё- территории остается пасека? Ну, я думаю, что останется. Остается. Она керек болса асалары. А сколько их штук? Я так на глаз смотрю, штук 15, то, что видно. Ну, я думаю, что да, где-то штук 10. 10 с лишним. 10 с лишним. Он-то ули бармана керек болса. Так, вон те елки, да, граница? Вон те, где-то так вроде, примерно. Чуть поближе, да. Чуть-чуть поближе. Официальных 30 соток, 32 сотки, да? Да ну да. Mana orqa xullas azizlar, mana orqa o'rmon. Mana asalarilar, mana ko'ryapsizlar, mana asalari. 10 nechtayam shu ko'rinishcha, naridan bor. Mana shu daraxtlar orasida havuz bor. Yoz bo'lganda hozir
Maslarni aylantirib ko'rsatdim, bu boyliklarni. Qani asalarichilar, bormisizlar? Ha shunday tashib ketaman deyapti. Mana stolbadan mana chetga kelyapti. Mana yarim metr qor oralab ketib boryapman. Uyda egasi hayron bo'lib turibdi orqamdan qarab. Qayoqqa ketdi bu deb. Bilmaydiki men o'zbegimga kino olayotganimni. Xaridor deb o'ylaydi. Mana esa sizlarga mana bu o'rmonlarda men sizlarga mana bunday ko'rsatsam biroz tushunarliroq bo'ladi. Drimuvchi o'rmon, katta qalin o'rmon. Bizlarga yoqadigan qalin o'rmon. Yaxshi ko'raman qalin o'rmonni. Atrofda asosan aligida Xvoyni degani sosna, archa, shu yel, archa, sosna. Mana shunaqa daraxtlar. Mana hovlini mana shu yonboshlab ketyapman. Men hovlining ichida ketyapman. Mana setka. Mana yonboshlab boyagi issiqxona. Mana yozgi oshxona degani. Mana bu garaj va saroylar, molxona. Takrorlayman. Rasman 32 sotik yer. Mana uyda ham yonboshdan ko'rinishi. Rasman 35 sotik yer. 32 sotik. Mana uylarda qarang, uylar ko'p. Endi yashaydiganlar bor. Kelib dacha qilib yuradiganlar bor. Tizza bo'yi qordaman. Kimga yoqsa qimmat so'rayapti. Qimmat deb endi arzon uydan emas-da, shuning uchun qimmat so'rayapti. Mabodo birovni qiziqtirgan bo'lsa, bu Sankt-Peterburgdagilarga ma'qul kelishi mumkin-da. Sankt-Peterburg Minsk-Kiyev trassasining ustida joylashgan Pustoshka degan rayon, Pskov viloyatidagi Pustoshkaga yetmasdan 30-40 kilometr yetmasdan o'rmonga qarab burilsangiz qator orasiga derazalar ketgan. Mana shu yo'l bilan keldik. Mana shu hovli, mana shu uy. Mana atrof. Shaxsiy mulklarning bo'ladi. O'zbek pasporti bilan, o'zbek, tojik, qirg'iz pasporti bilan nomlaringga ishonarli qilib rasmiylashtirib beramiz. Shaxsiy mulklaring bo'ladi. Xo'p. 2.700.000 ming deyapti. E'londa shunday deb qo'ygan endi. E'londa shunday deb qo'ygan. Gap yoqishida, agar bizlarga yoqsa, orttiringlar, mana shu yerga kelib dacha qilib yashanglar. Mazza qilib. Hammalarni yaxshi ko'rmayman, ko'rishguncha.